Assalomu alaykum. Hurmatli tadbirkorlar, akalar, bo'lajak millionerlar. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Paxta-Bo'ston qishlog'idamiz akalar. Eshigimiz kelgan relisavoy. Prямо Xitoydan korobkalangan. Hali ochilgani yo'q. Xudo xolasa uстановка qilamiz. Proyektimiz необычный. Mana shu yer koridor bo'ladi. Orqa taraf uzunasiga xolodilnik. Bu bunaqasiga yondan xolodilnik tushadi. Bu taraf ham yondan xolodilnik tushadi. Juda ajoyib g'oya qilishgan. Shunday mana shu yerdan chiqqanda mana shu yer koridor bo'ladi. Bu birinchi kameramiz, eshik yondan. Bu keyinchalik mana bu yerda ham yana bitta kamera bo'ladi. Buni eshigi to'g'ri paradan bo'ladi. Keyin bunisi ham mana shu joyda. Mana shu joy koridor bo'ladi. Navislar bitgan, ustini endi yopishadi. Panellarimiz kecha kelgan. 15 cm 20 plotniy. Mana zdaniyasiz joylarga oldindan ko'p aytganmiz. Zdaniyasiz joy. Zdaniyasiz joy mana akalar. Tepasi yopiladi bo'ldi, yomg'ir o'tmasa bo'ldi. Matoglari bo'lgan. Mana shu holatda. Bunikalarimiz kelgan, xudo xolasa. Agregatimiz orqa tarafga tushadi. Orqa taraf o'zlarining yerlari. Shumi o'ziga yarasha ketadi. Ovoz uncha chiqmaydi, bilinmaydi. Shovqinini ko'pchilik so'raydi, juda balandmi deydi. Bu o'zingiz sharoitingizga bog'liq, qo'shnilarga bog'liq qanaqaligi. O'rtacha, baland emas. 20 lik agregat orqa tarafimizga tushadi. Xo'sh, uzunligi 11.70 ga, eni 5, balandligi 4.70 bo'lyapti. Kameramiz. Jarayonlar mana shunday bo'lyapti akalar. Xudo xolasa bitsa yana ko'rsatib qo'yamiz. Savollar bo'lsa Telegramdan aloqaga chiqaverasizlar. Bu videolardan oldingi videolar orasida ham 2-3 ta ishlar bo'lyapti, lekin hammasiga syomka bo'lmayapti. Xudoga shukr, ishlarimiz ko'p, alhamdulillah. Tadbirkorlarimiz ishonchini sekin-sekin egallayapmiz. Mana Asha akamiz ham YouTubedan ko'rib telefon qildi. Aka, YouTubedan ko'rib telefon qildi. ma'qulmi axir? Yaxshi. Bizda shunaqa o'ylanib turib, keyin qilinadi, keyin aka-uka deb bo'lib ketamiz. Hammada shunaqa. Xudo xolasa bitsa ham bitta syomka qilib qo'yamiz, akaning suhbatini olamiz. Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Mana oradan 10 kun o'tdi. Biz eshigini agregatni qo'ygan yo'q edik. Tadbirkorimiz mana shunday mazakalar qilishdi mana koridorda o'ziga, keyin xolodilnik ichiga. Eshigini ustanovkasiga keldik. Agregatimiz 20 lik usulini qilingan, 6 ta ventilyatorli. Yoz kunlarida ham bemalol olib chiqib ketadi. Uni alohida tanishtiramiz. 10 kun o'tib, mana navislari chiroyli bitgan. Xudo xolasa ichkari ventilyator ilyapmiz. Xudo xolasa mana ishlar boshlab oldik. Chiroyli joylar. Agregatimiz mana steshkalar qo'yilgan. Mana shunday qilib Xudo xolasa mana shu yerga o'rnashtiramiz. Mana shu 15 cm 20 plotnisi ochiq joyga usti naves, Xudo xolasa bu yerning uzunasiga yana bitta xolodilnik tushadi. Uzoqda o'ylab proyekt qilish kerak mana. Xudo xolasa ish jarayoni bilan sekin tanishtirib o'tamiz sizlarni. Trubkalari shiti bo'ladi, freoni bo'ladi, komplektda agregatimizda ichida hamma mayda chudasi bo'ladi. Negimiz bitta. Misol uchun eshiklarni o'rnashtirdik. Graduslarimiz tushyapti. Xohlasam 16 gradusga tushdi. Yana tushishda davom etyapti. Freon yog'larni kuyib qo'ydik. Kelgan agregatimizda yog'i kam kelgan. Yog' olib kelib kuyib qo'ydik. Hozircha nazoratda tekshirilyapti. Ustamiz Boburjon freonni qamab. Mana yog'larimiz ham yaxshi yog'lardan ekan, kuyib qo'ydik. Shuning uchun taqda yuklar kelyapti, yashiklarda. Shaftali bosmoqdamiz, xudo xolasa.
Уже ishga tushdi.